Yurakni tekshirtirish uchun qaysi analizlar kerak? Yurak kasalliklarini tekshirishda laborator va instrumental tekshiruv usullari kerak bo'ladi. Laboratoriya tahlillaridan eng keraklisi bu qonning quyuqligi holati va qondagi xolesterin darajalarini aniqlash ahamiyatga ega hisoblanadi. Infarkt kasalligi, ya'ni miokard infarkt kasalligining eng ko'p uchraydigan sababi nima? Miokard infarkt kasalligini eng ko'p uchraydigan sababi bu qon tomirlaridagi ateroskleroz kasalligi va uning natijasida hosil bo'ladigan tromboz holati, ya'ni tromb hosil bo'lishi qon tomir devorida infarkt miokard rivojlanishiga olib keladigan asosiy sabab hisoblanadi. Va undan tashqari stress omillari, kam harakatlik, ovqatlanish ratsionining to'g'ri bo'lmasligi va zararli odatlar, ya'ni spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Agar oilada infarkt kasalligi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik farzandlarga ham o'tishi mumkinmi? Infarkt kasalligi irsiylanadigan kasallik hisoblanmaydi. Ya'ni ota-onasida infarktni o'tkazdi degani bu farzandlarida ham infarkt bilan zararlanadi degani emas. Bu kasallik ko'proq tashqi muhit omillari natijasida kelib chiqadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Ammo shu tarafni e'tiborga olib aytib o'tish lozimki, yurak qon tomir kasalliklarida irsiy moyillik mavjud. Ya'ni ota-onalarida yurak qon tomir kasalliklari bilan kasallanib yurganlar, masalan, arterial gipertenziya kasalligi bilan, semizlik bilan, boshqa kasalliklar bilan farzandlarida ham shu kasalliklar rivojlanish ehtimoli bor, qachonki tashqi muhit omillarini rivojlantirib bersa.